Assalomu alaykum hammaga. Men yuqumli sariq kasalligi bo'yicha tushuncha bermoqchiman. Hop, aholi orasida sariq kasalligi nomi bilan yuritiladigan virusli gepatit A kasalligi jigar jarohatlanishi bilan kechadigan yuqumli kasallik hisoblanadi. Kasallik aksariyat holatlarda quyidagi belgilar bilan namoyon bo'ladi: holsizlanish, isitma, shamollash belgilari, ishtahani yo'qligi, qorin sohasida og'riqlarni paydo bo'lishi, ko'ngil aynish, qusish, ko'z shoh pardasini, shilliq qavatlarini, badan terisi siydik rangini sarg'ayishi bilan kechadi. Shu bilan birga yuqumli sariq kasalligiga chalingan bolalar uzoq muddat jismoniy harakatlardan cheklanishi kerak bo'ladi. Parhezga rioya qilishi, jigar faoliyatini qayta tiklash uchun ko'plab dori vositalarini qabul qilishi, umuman bemor to'liq tuzalmasdan unga alohida e'tibor hamda parvarish talab etiladi. Natijada oila a'zolari bundan moddiy va ma'naviy zarar ko'radi. Ota-ona farzandini xastaligini ko'rib har sonli aziyat chekishi mumkin. Kasallik virusi odam organizmiga og'iz orqali qaynatilmagan suv ichish, meva sabzavot va oziq-ovqat mahsulotlarini yuvmasdan iste'mol qilish jarayonida shaxsiy gigiyena qoidalariga, ya'ni qo'llarni yuvmaganda hamda ushbu kasallikka chalingan bemor foydalangan idish-tovoq, choyshab, yostiq, jiltik, kiyim-kechak va o'yinchoqlardan umumiy foydalangan holatlarda yuqadi. Kasallikni vaqtida aniqlamasligi va dori vositalaridan o'rinsiz foydalanish jigar faoliyatini buzilishi bilan kechadigan og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun virusli gepatit A kasalligini davolash faqat shifokor tavsiyasiga ko'ra shifoxona sharoitida o'tkazish kerak bo'ladi. Kasallikda asosiy profilaktikasi, ya'ni asosiy oldini olishi mumkin bo'lgan yo'l bu birdan bir vositasi bu ushbu kasallikka qarshi emlash olish hisoblanadi. Kasallik yuqmasligi uchun nima qilish kerak? Bolalarni yoshligidan shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya etishni o'rgatish kerak. Qo'lni sovunli yuvishni odat qilish kerak. Meva sabzavotlarni yuvib iste'mol qilish kerak. Bolalarda barmoqlari, o'yinchoqlar va boshqa turli buyumlarni og'ziga solish, qo'llarni so'rish, tirnoqlarni tishlash kabi odatlarni shakllanishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Suvni doimo qaynatilgan holatda iste'mol qilish kerak bo'ladi. Bemorni idish-tovoqlari, o'yinchoqlar va boshqa maishiy buyumlarni zararsizlantiruvchi vositalar yordamida muntazam ravishda yuvib turish kerak bo'ladi. Hojatxonalarni zararsizlantiruvchi vositalar yordamida muntazam ravishda artib yuvib turish tavsiya etiladi. Endi ushbu kasallikka chalingan bemorlarda ko'pincha holatlarda kuzatiladi. Mana yuqorida aytib o'tdim. Bu jigar faoliyatini buzilishi bilan kechadigan jarayon bo'lgani uchun kamida 1 yil mobaynida kasallikdan tuzalgandan keyin 1 yil mobaynida jismoniy harakatlardan, og'ir jismoniy mashqlardan yoki jismoniy mehnatlardan qat'iy tiyilish kerak bo'ladi. Shularni hisobga olib, men ko'pincha tavsiya beraman, emlash olish eng qulay variant hisoblanadi. Emlash qachon qilinadi? Emlash chaqaloq tug'ilgandan keyin agar ona suti bilan tabiiy yo'l bilan oziqlantirilsa
Bunda 1,5 yoshdan o'tgan bolalarda agar tabiiy yo'l bilan oziqlanmaydigan bolalarda, ya'ni sun'iy ozuqalar bilan oziqlantiriladigan bolalarda, bularda 1 yoshdan emlasa bo'ladi. Xo'p, emlash oldi bu qancha muddat immunitet hosil qiladi? Ya'ni qancha muddat immunitet hosil qiladi? Emlash olgandan keyin 20-35 kun davomida yoki bo'lmasa 1 oy ichida shu kasallikka qarshi immunitet hosil bo'ladi. Hop, immunitet hosil bo'ldi. Endi qancha muddat qoladi degan savol tug'iladi. Bu immunitet butun umr davomida qoladi. Ya'ni ushbu kasallikka qarshi inson o'zi hayoti davomida bir marta kasallanadi, lekin qo'shimcha agar parhezlarni, jismoniy harakatlarni vaqtida shu kasallikdan keyin nazorat qilmasa, bu qaytalanish, ya'ni boshqa turdagi shu jigar faoliyatini buzilishi bilan kechadigan kasalliklar bilan qaytalanishi mumkin bo'ladi. Lekin kasallikka qarshi vaksinani olgandan keyin umri davomida shu kasallikka qarshi immunitet hosil bo'ladi. Yana qo'shimcha savollar bo'lsa, marhamat, kommentariyada yozinglar.